Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sog' salomat yuribsizlar. Anchadan beri video qilmay qo'ydik. Bugun mana Xudo xolasa harakat qilib olyapmiz. Bugungi sana 24-iyun 2026-yil. Bugun Xudo xolasa hovlimiz tarafga, uyimiz orqa tarafiga o'tdik. Paxtalar gulladimi, chang chiqardimi? Shuni bir qator ko'raylik deb chiqdim. Uyga shu arilar gulchan olib kirishyapti. Shira ham qaydandir kiryapti bir qator. Kelib ko'raychi deb bir qator sizlarga obzor qilib ko'rsatyapman. Bu mana hop uyimizdan где-то bir 300 metr uzoqda Paxtazor. Bu uyimizni chap tarafidagi Paxtazor hisoblanadi. Andijon viloyati Paxtaobod tumanida. Uyimizni o'ng tarafdagi Paxtazor surishtiruvdim, gaplashib, paxtani shu egasi bilan, yer egasi bilan gaplashuvdim. 2-3 haftada gullaydi deb shunaqa dedi. Bu tarafdagilar o'sha gullabdi. Endi sorti nima, hozir o'zini egasi yo'q ekan, bir qator gaplashaylik desam, egasi yo'q ekan. Endi mana Xudo xolasa, bu yerdagilarni ham bir qator ko'ramiz, gullabdi. Arilar ham chang tashishyapti, chang tashishyapti. Mana ularni mana gullari, changlarni tashishyapti-kan. Bir qator hozir arilar ham yuribdi mana shu yerda. Iloji boricha syomka qilishga harakat qilaman mana. Arilarimiz mana shu yerda. Arimiz ham mana shu yerda, mana arilarimiz mana shu ichida. Shamol olyapti, ovozim yetmay qolayotgan bo'lishi mumkin. Shunga sal baqiribroq gapiryapman. Paxtazorning kengligini ko'rsanglar bo'laveradi o'zi mana. Keng. Mana bu teraklar orqa tarafida ham bor. U tarafga ham hozir bir qator o'tib ko'rsataman. U tarafda ham bor. U qatornikini ham bir qator o'tib ko'rib, gulladimi, gullamadimi, tashishyaptimi? Uyimizni mana bu Somon Pressdan sal nariroq o'tgandan keyin Makka ekishgan. U tarafda o'zi asalarichilar biladi. Uni faqat Makkadan faqat gulchang tashishadi, shira bo'lmaydi, shira tashishmaydi. Bu shira tashishi paxtalarda, g'o'zalarda bo'ladi. Mana xo'p, mana bu gulidan gulchang tashisa, shirani qayerdan tashiydi desanglar, shirani bu mana baki bo'ladi-yu, shu bakini mana orqa tarafida mana bakini iziga mana shu oq kichkina donachalar bo'lib qoladi. Buni eski asalarichilar o'zlari bilishadi. Shuni mana bizda hozir yo'q ekan u shira. Endi ayrimlarda bor yo'qligini bilmadim. Endi bir qator g'o'zani shu bosh tarafidan bir qator ko'ryapman. O'rta tarafiga ham sal o'tib ketamiz hozir. O'zi asalarichilar biladi, eski asalarichilar. Shuni bir qator ma'lumot qilib aytib ketay, shirani qayerdan olib kelyapti deb haligi o'ylab o'tirmanglar. Men aytayapman-ku. Shu mana. Bularda hozircha yo'q ekan. O'zi mana shu izi bo'ylab oq tochka bo'lib qoladi. Hashilar shira bo'ladi. Shulardan tashiydi. Shirani qayerdan olib kelyapti deb o'ylab o'tirmanglar. Aytgan arilarimiz bor ekan. Xudo xolasa 1-2 kun ichida, yo bo'lmasam 3-4 kun ichida shiralari chiqib qolsa kerak, adashmasam. Yana bizni kommentariyada yozib o'tirmanglar-da, sen sirop berib, shakarli nima berib asal olyapsan degan narsa bo'lmasin. Asalni mana paxtadan olib kelib o'zlari to'plashadi shirani. Biz siropni faqat beramiz, uni nima qilishadi? Ular siropni bollarini ovqatlantirib to'ydirishadi. Shu maqsadda beramiz. Hali kuchsiz bo'lib qolmasin, kuchsiz bo'lib qolmasin degan maqsadda beramiz siropni. Xo'p, mana bularni gullarini ko'ramiz hozir. Gullari mana. Shiralari bor. Xudo xolasa tashib bir yil yaxshi umid qilib turibmiz. Asal yaxshi olamiz, xudo xolasa bu yil. Bu shu hovlimizni
orqa tarafdagi, chap tarafda Paxtazor. Xudo xolasa hozir yoniga o'tib ko'rsataman. Mana bitta arimiz yuribdi mana shu yerda. Kelmayapti deb o'ylamanglar. Mashinalarda yuribdi arilar mana. Ko'rayotgan bo'lsa. O'zlari terib chiqib olib ketishyapti. Paxtazorimizni kengligi mana shu. Paxtani keyin shu bizda mana o'sgan holati, shu tizzadan ichi o'sgan, tizzadek bo'lgan joylari bor. Sizlarda holat qanaqa? Kommentariyada bir qator yozinglarchi. Yashayotgan joylarni, manzilinglarni yozib, kommentariyada yozinglar. Paxta qanchalik bo'ldi? Gulladimi, gullamadimi? Bir qator o'zinglar ham bo'sh bo'lgan holatinglarda o'tib bir qator xabar olinglar. Bir qator baklarning orqasini qarasanglar, shu shiralari bormi, yo'qmi? Bizda hozir endi buni egasi yo'q ekan, uni sortini bilaylik, bilmaylik, Xitoydikimi, Xitoydiki emasmi? Shuni bir qator bilaylik desam, egasi ham o'zi yo'q ekan. Bu tarafimizda paxtalar, dalani, birinchi dalani kengligini ko'rsatib, dalani kengligi mana shu. Dalani kengligi. Xo'p, mana o'zi bu yerda ham paxtalar endi mana gullashni boshlayapti ekan. Gullari ko'rinyaptimi? O'zicha ofa tushgani uchun uncha qiyin bo'lyapti menga. Gullari gullagani. Paxtazorni cho'ntroqqa kiramiz hozir. Unaqa yaxshi zo'r gullamabdi, nari tarafga nisbatan. Gullari ham o'zi endi sekin-sekin ochilyapti ekan. Nari tarafda naborot sal ko'proq gullagan, shunaqa holat ekan. Bu yerda hali uncha gullamabdi. O'zi endi gullaydigan mahalla oldi, adashmasam. Gullari bakan orqa tarafda yo'q, mana bularda hozircha yo'q. Shirasi hozircha yo'q. Endi bularni bir qator keyinchalik chiqqanimizda egasi bilan bir qator xabarlashamiz. Sortini so'raylikchi, bir qator ishimga qarab, uni ham keyinchalik bitta video qilib olishga harakat qilaman, qo'limdan kelgancha. Yo'q hozircha bularda. Obunachilar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar. Like bosib, kommentariyaga yozishni unutmanglar. Podpiska bosmaganlar bir qatori bosib, like bosishni esinglardan chiqmasin.